Yana bir juda ham chiroyli, oson, sotuvibob retsept bilan keldim. Bismillah deb boshlaymiz. Tuxumni shakar bilan ko'pirtirib, oppoq pishni massa bo'lgach, yog' solamiz, unni siytadan chiqazib solib, tepadan pastga aralashtiramiz. Pergament solingan listga solib, tekislab 180 gradusda 8 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ruletimiz o'rtasiga salafan qo'yib, dum-dumaloq zich qilib o'rab olamiz. Sovib olgan ruletimizni ehtiyotkorlik bilan ochamiz, ustidagi salafan va pergamentni olamiz. Oldindan tayyorlangan qulupneli konfidan suramiz, 15 daqiqa ustini ochiq qoldiramiz. Bu orada krem tayyorlaymiz. Bolalikni eslatuvchi Pure Milk qaymoqlaridan morojniy krem tayyorlab olamiz. Ruletimiz ichiga ko'pgina qilib suramiz. Pirojnigimiz dumaloq chiqishi uchun zich dumaloq qilib o'rab olamiz. Formasini yo'qotmasligi uchun strechga zich qilib o'rab 2-3 soatga morozilkaga jo'natamiz. Ruletimiz obdon yaxshilab qotib olgandan so'ng o'tkir pichoqda bosh va oxirini olib tashlaymiz. Ruletimizni santimetrda o'lchab, teng 9 ga bo'lib kesib olamiz. Muzlagan holida kesilsa, tekis chiroyli kesiladi. Kremimizga ozgina moloko solib suyultiramiz. Sifatli yog'li kokosli strushkaga belab, ustidan kremlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek surib, ustini malinalar bilan bezab, dasturxonga tortamiz. Oddiygina ruletdan ko'rinishi shunaqa shohona bo'lgan, ideal ta'mdagi pirojnilarimiz tayyor. Siz ham tayyorlab ko'ring, daromad qiling. Bu videoyim uchun bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Videolarimiz sizga manfaatli bo'lishi uchun podpiska bosing.